Assalomu alaykum funduqqa qiziquvchilar. Mana funduq. O'zimbosh deydi buni. O'zimbosh. Nima aytdim men bunlarni sekin. Ben bu pozdniy sortda. Pozdniy sortu. Biroq juda shirin bo'ladi. Juda shirin bo'ladi. Buni yeb olganimizdan keyin o mazza ekan desang buni. İçideki mag'zi ham shirin bo'ladi. Moyi ham bo'ladi bularda. Buqqan bo'lsangiz kerak. Bu shunday. Buni haligi nima deydi? Funduqda tag'in bir sherigi bor deb o'tamni. Shu menen para qilib egilibdi. Funduqni bittagi bo'ydi. Bu zerikib qoladi. Juvi bo'lsa ikkita. Juvi bo'lsa ana oladi bu. Juvi bo'lsa mazza qiladi. Odamga ham juvi kerak-ku. Shunga o'xshash unga ham juvi kerak-da. O'zi bo'lsa zerikib qoladi. Memesini ko'rbaysinglar. Bunday qarasan jonivor ekan deysiz. O'zidan o'zi bo'lib qoladi-da bu. Shunday bir Allohning mo'jizasi ekan-da. Bu o'zimbosh. Bunga mana Xudo xolisa 3 yil bo'ldi. Boyini ko'rdingizmi? Boyi ham rasa borsa 2 metr. Eng egizligi 2 metrdan o. Bo'lsa manalar 1,5 metr nimadan. Bu почти kарликовый funduq degan o'xshashda. Buni oti o'zimbosh. O'zimbosh. Nantripezund bar trapezund. Rasa oladi. Gektaridan 10 tonna, yaxshi bo'lsa 15 tonna. Gektaridan 10 tonna, 15 tonna. Aslida 10 tonna oladi. 10 tonna emas, 6 tonna oladi. 6 tonna. Tonnasini 600 mingdan satsanlar desinglar qandaqa pul bo'ladi? Bir yilda вообще millioner odam tanimay qolasanlar o. Sen kimsin bu? Funduq ekkan bola sen misin? Ya deyturgan, qayqilab suylay turgan qolasanlar o. Mana unda kichkina bo'lib oladi. Qayqalab suylay turgan qolasanlar 10 tonna olsanlar 1 gektar qilib ol. 1 gektar olma 1 gektar gilas qilsanlar shunday foyda olasizlar. Misol 1 gektardan 10 tonna funduq ola turgan bo'lsang 10 tonna. Endi keyabilar aytadi 20 tonna 30 tonna deb jalg'an o bo'lmaydi. O olmaydi. 10 tonna ham bo'lish qiyin. Bir rasa borsa 6 tonna deylik. 6 tonnani 600 so'mdan bozorda o'tirib olib sat. Jeb bo'lsam 500 dan optimga ber. Qancha bo'ladi? 3 million. Dari chachpaysan. Tagini choppaysan. Go'ngin urib salasında. Mana shu darini mayda boshidan iyunda o'rtasigacha darilarni 3 marta ximikat chachiladi. Dolgonosik degan bir nimaga qo'ng'iz bor. O'zinglar bilsanglar kerak. Dolgonosik degan. Buni biyam fasab qolganman endi suvlanib sekin. Şöhret. Bu buldağı o'zimbosh. Funduqda yolg'iz egi bo'lmaydi. Tuvanlar. Shuni esingizdan chiqarib olinglar. Funduqda yolg'iz egi bo'lmaydi. Yo'q deganda ikkitasini egish kerak. O'shanda ham oralig'ini qancha egish kerak? Oralig'i 2,5 metrdan 4 metrgacha. 6 metr eksang ham bo'ladi. Bu 4 metr yaxshi-da.
4 metr aralığı. Shunday eksinler juda zo'r bo'ladi. Buldagi o'zing bosh. Buni ko'rasizlar bo'yini. Bu ham 3 yillik ko'chat. Qanday tagidan chiqaveradi. Chiqqan sekin ko'chat bo'laveradi. O'zini o'zi ko'chatni oqlaydi-da. Bitta ko'chatdan 20-30 ko'chat chiqarib olsa bo'ladi. Bir tugida. Endi pauza qilamiz. Bunavi ежевика. Bu nebesa degan ежевика. Bu вообще seri asıl bo'ladi-da. Keyin shirin bo'ladi. Shunday shirin bo'ladiki. Buni ham o'sha darilay turgan mol keladi. Buni gulida darilab qo'yish kerak-da. Bu çöplerini öcülü yaptırdı diye gide. Kempirin beçeri çoğup maşet gelin jetip geldi. Uçur Yecebike'ye geldi. Nacaktardı kıldı. Hayır etti. Ana onu o vaşito. Bunlar endi gülleydi. Tumalak tögerek balıt. Şirin muskatni dep koydu. Ciddi başın sorunu. Ana rozin baş. To bakalım. Ne bilse. Böyle. Şimdi buna kadar funduk. Bana bu funduk. Bu trapezunt. Trapezunt. Ben özümçe ırdayım da. Yok. Bu trapezunt. En çok. Dünyadaki en çok funduk bana şu oladı. Tuğandır. Ana gördün mi? Mümin böyle oturdu. Sekin. Sekin mümin böyle. Oşa biçir, man şunday şak boladı da. Şunday şak bolup çıkıp durur. Ondan keyin mümin böyle etiken de. Onda böyle şak bolup çıkıp onda osida görüp da sana mı? Ona ki. Şunu sekin bak. Bu dünyadaki en çok funduk. Bu bakılaşkanın koptuğunu iresletkili. Bakılaşkanın koptuğunu. Ha bazardagi funduklar diye iresletkili. Bunda matichni. Bunda matichni. Manalar diyem. Simferopol'dan olib kelganman bularni. Bularni ham matichni qilaman. Bunda trapezunt, funduk. Trapezunt. Endi tug'anlar qarag'ala. Mana yüzümde tayyor bo'lib qolibdi. Endi uje ularni previyuga qilsam bo'ladi, o'g'lasam. Barib shoqtab kelish kerak. Mercedes degan yüzüm bor, qora. To'garak bo'lib. O'zbekistonda yaxshi sotiladi. Aytda bir bola bor. O'zbekistonchi. Şunu uyda shunday yüzümden bor. Shoq berim dedi, olib kelib uğrashim kerak. Previyuga qilishim kerak. Previyuga. Hali arman bor aktyor. Перерыв deydi. So'ngga o'xshab перерывga deganday bu. Ko'rdingizmi mana? Kichine Xudo xolisa meni olib chiqqan holda video qilib chiqaraman. Kimdan ko'chat olgan bo'lsam, kimga ko'chat jo'natsam, o'sha odamga ko'chatiga ikkitadan mo'mesini qo'shib turib, skochtab turib, yaxshilab o'rab ko'chatiga. Keyin jo'nataman. Bitta o'zim bosh, bitta trapezunt. Pirojok Xudo xolisa hozir eksperimentda. Pirojokni ham bu yil ko'chat qilib chiqarib olsam, matichni ko'rsa yaxshilab. Nimaga deganda pirojokni bu yil ko'chirdim-da, mestasini o'zgartirdim. Ondan ham ko'paytiraman. Ana so'raganlarga
Şu masalan 10 ta surasa 3 ta uzun baş, 3 ta trapezont, 3 ta pirojok qilib shontib jo'nataman. Xudo xolasa inshaalloh, inshaalloh. Endi o'zingga o'ylab ko'rgilay. Mana bunday bog'dan 1 gektarni qilib olgan bo'lsanglar. Bu endi 8 yilda konkretni mevaga kiradi. 8 yilda o bo'lsa 2 yilda olib jeyverasinglar, olib jeysingar, terasinglar, boshqa bo'lsa rasa moshni mevaga kirgani bu 8 yil, 6 yil, 8 yilda. Ana endi 6 yilda 6 tonna terib olsang, putni chalqanchoq bo'lib yotib olib, put osmonga qilib olib, o'zlari keladi klientlar, o'zlari. O'zi klient o'zi keladi. Keling, bering, menga bering, men sotaman deydi. O'zinglar bozorda bitta tochka ochib olsanglar, qish ichi sotasinglar. Yoz ichi ham sotaverasinglar aylantirib. 600 so'm, barzani 600 so'm. Sizlar mana trapezonni sotsanglar, yo'q deganda 700 sotasinglar. Ammo bu 800 sotarsinglar. Mehnatinglarni qadriga yetkil, dehqonlar. Endi men olib sotarlarga aytayotganim yo'q. Olib sotarlar nima? Sizdan oladi 400 so'mga, 300 so'mga. Bozorga boradi 600 so'm, 800 so'm deb o'zining narxini qo'shib oladi-da. Siz 400 ga bergan bo'lsangiz, u ham 400 ga xuddi mehnat qilganda 400 ni qo'shadi-da. Bu 800 deb sotishadi. Unda qilish kerak emas. Sizden 400 dan aldımı? Bola chaqani boqqani 100 so'm qo'shib 500 desa, o'shaning barakasi bo'ladi. O'shanda baraka bo'ladi. Bo'lsin baraka bo'lmaydi. Qo'shsang qo'shaverasan, sotaverasan, qo'shaverasan, qo'shaverasan, baraka bo'lmaydi. Shunga men aytmoqchimanki, hurmatli dehqonlar, fundukchilar, funduk, imminni fundukka qiziqqanlar, o'zingizning mehnatingizni yerda qoldirmoqlar. Bozorga chiqqanlar to'g'ri, elda yo'q narsa. Buni boqqani sizlar bola chaqaga yedirayotgan aqchanglarni yedirasinglar bunga. Malinglarni sotib dori olasinglar. Nima deydi, odam solib andaqa bu yerda chiqqanlarni kestirasinglar. Shontib sizlarda ham rasxod bo'ladi. Mana menda rasxod yo'q deysinglar. Hozir men mana shu ko'chatingizda tayyorlayman. Ko'chatni tayyorlayman. Sentyabrgacha bog'amda bularni. Xuddi o'zimga o'xshatib, soat kecha ovqat berayotganda qilib qarab, kuniga kelib olib, men peshanasida o'tiraverayman endi. Qarayman-da. Qarab dori solaman, boshqa qilaman. Mana u ham matishni bo'ladi. Bundan ham keyingi yil chiqishni boshlaydi. Bundaqa nimalar ostidan chiqa turganlar. Mana shu ostidan chiqqanlari ko'chat bo'ladi-da, mana shu ko'ringlar. Bu endi janaga yillar qoldi bular. Bular kichkina. Mana janaga yillar qoldi. Bularni janaga yillik ko'chat qilaman. Mana ularni bir yil ko'chat qilaman. Endi qara qalay. Olmon bilan gilas tegib jilliga abrabasiya, ximiya abrabasiya. Qilasinglar. Qurtqa chachasinglar, bordi chachish kerak ekan. Ana keyin meva yaxshi oladi ekan. Shiriga chachish kerak ekan, chonglatish kerak ekan. Qurtqa chachish kerak ekan. Jolburog'iga chachish kerak ekan deb. Hamisi buldog'i shunday narsa. Bu просто nima? O dekabrda. Yıllasın 1 yanvardan keyin 15 yanvardan keyin gullaydi o. 15 yanvardan keyin gullaydi. Mana o ko'rgan mana jalbiroqdan qizarib. Bu vegetasiya. O'sib o'tadi, vegetasiya deydi buni.
sekin o'rgatam keyin. Qantib darlash kerak. Qachon dori chachish kerak. Shularni ham o'rgatam. Xudo xolasa fundukchilarga. Qiziqqanlarga, menga o'xshash qiziqqanlarga. Gektardan 6 tonna, 7 tonna olib alsanglar yomon bu. Gilas berib 6 tonna, 7 tonna. Endi gilas bersin, beradi. Yaxshi qarasa, bo'lib bersa 6 tonna, 7 tonna uni narxi bor. Холодильникka qo'ysa, ne bo'ladi? Saqlayib bo'lsin. Pachoq bo'ladi, o'tirish kerak. Aytdi kampirim boshqa vaqt yeyib bir qara olay. Boshqa vaqt. Mana. Jina. Boshqa vaqt chiqibdi. Ashab to'la. Tüksüz. Ha. Jana bir narsa, mana. Bunun dağı Simferopol'dan kelgan ko'chat. Bularga qizil deydi. Buni qizil deb qo'yishadi ekan. Bu gemoroyga dori ekan, davleniyaga dori ekan. Ha. Shuning uchun buni ham keyin söylashamiz. Ben hozircha funduk. Shunday turganlar. Funduk dekkina. Sekin jilg'a egib ketaveringlar. Jilg'a egib versanglar, sizlarda utuqu sizlarda bo'ladi. O sразу 500 ta 1000 ta olishni keragi yo'q. Sразу 1000 tani olib, 500 tani olib, egib olib, men bunonchim bo'ldi. Yo'q. Az-azdan. Qarab, shuni qarab, 10 ta bo'lsa 10 tani qarab, keyingi jilg'a уже qarayotganingda уже praktika bo'lib qoladi. Keyingi yili 10 ta bo'lsa 20 ta bo'lib qoladi. Undan keyin 10 ta shunda qilib 4-5-yilga borganda 1-yili ekkandir, 2-yili ekkandir уже meme bo'ladi, meme. Maza qilib jamoani chog'ib, tagini chog'ib yuraverasizlar. No, nevereler. Nevre menin ballar. Shunday maza qiladiki, buni zolotoy orex deydi. Bu oltin degani. Zolotoy orex deb shuni aytadi. Buni olmadim dedi, tinchgan chaqqanda ichidan izumrud chiqadi ekan degan hali jo'moqda bor-ku. Shunday narsada bu. Buni 13 kuni jesang уже qorning to'yib qoladi sirasi. Hani jeb ko'rasizlar. Bozorga borib olib jeb ko'rgular. Bozordagilarni ko'y deb pishiradi. Puch degani ichida. Uncha yaxshi nima qilganimizda. Shunday tug'anlar ikkala ko'ydiringlar. Buni shunday tushunib yaxshiki. Abdulla Tashrif aytganday ikkala ko'ydiringlar, klientini men topdim deb o'tadi. 10 yevrodan 10 yevrodan klient topdim dedi. Ha 1 tonnasiga 10 yevrodan klient topsa 10.000 yevro bo'ladi. 10.000 yevro bizni pulda qancha bo'ladi? Balancha bo'ladi-da. Shunga o'xshab ikkala sразу sekin 2 yil eksanglar bo'ldi. 3-yilga ko'chati o'zingizdan chiqaveradi. Sizlar 2 yil ekkilanmaz. Misol menen olib 2 yil 10 tadan olib 20 ta eksanglar 3-yilga ko'chat sizlar 1-yili olgan daraxtdan chiqaveradi. Уже 10 tag'an bo'lsanglar, o'sha 10 tadan keyin через год уже 20 ta ko'chat o'zidan chiqadi. O'zidan olasizlar, 20 ta bilan 40 ta qoladi. Shunta. Sizlar 10 ta 20 ta ko'chat meni 1 gektar funduk zor qilib olasizlar. Просто sortini qochirib oladi deb o'tamda men. Mana shu sortni Qirg'izistonda ko'paytirmoqchiman. Mana shu sort Qirg'izistonda ko'payish kerak. Mening niyatim shu. Bozorlarga chiqish kerak. İlyas Emirsinov degan bolaning fundugi
Qirg'izistonda chiqib atadi trapezund. Trapezund degan, o'zembash degan nimalar Qirg'izistonda. Bor endi, Polina bor, Cherkeski bor. Ona boshqa sortlari bor. Mayda uzunchoq bo'ladi, suyri bo'ladi. Mana unday bo'lyapti. Shuning uchun o'g'la 2 yil ko'chat olib 20 ta olib turib egib olsanglar 2 yil 10 tadan. 3-yilga ko'chat o'zingizdan chiqadi. Gruppa ochib qo'ydim, gruppaga kirgili. Menga WhatsApp'tan yazsanglar, gruppaga kirgizib qo'yaman. Admin o'zim. O'zim admin, o'zim kirib